Assalomu alaykum obunachilar. Bizning Akura beyligimizda 29 razmer ramalar alyumin bo'ladi, quyma bo'ladi, fosfor rama bo'ladi. Ilkalari воздушный mana ishlashlari ilkaga navbatda nasos bo'lsa bo'ladi. Xo'sh, qotdi, borayotgan bo'lsa-da, tormoz bo'ladi. Manetga skors qo'yilgan. 9dagi yog'i 3ta. 27 xil bo'ladi. Turkiyalarda mikroskopga qo'yilgan. Turbo backstapkalar bor. Kompleksida mana mana subacho'ki bo'ladi, kodli qulubi bo'ladi, kodni o'zgartirsa bo'ladi. Mana nasosi ham bor kompleksida. Elastik qulubi qo'yilgan. 29 razmer, kim uchun velosipedga kerak bo'lsa, murojaat qilasiz.